Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa yana biza manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tumani Paxtakor mahallasida joylashgan. Xudo xolasa bizning asosiy vazifamiz gazlashtirilmaganlarni ko'mirli kotellar bilan отопление etib berish xizmati bilan shug'ullanamiz. Xudo xolasa bunkerli kotel, bunkersiz, zavodskoy, qo'lda yasalgan hamma kotellarimizdan bor. Xudo xolasa endi oyna eshiklar bilan ham shug'ullanib boshladik. Oyna eshik, padagonnik hammasidan bor. Xudo xolasa yana masalan eshikimiz 92 metrlik alyuminiy, bahası 750 ming so'm yana. 92 metrlik, bahası 750 ming so'm. Oynasini qati bir qat. Zamok pamuk hamma o'zlari ichida bor. Xudo xolasa. Şu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa, shuningdek chiroyli otoblinlarni ko'rsatib boraveramiz yana. Endi oynalarimiz ham bor yana bizada. Yana oynamizning razmeri 1 metre 1.60, enishi durishini 650 ming so'm, 1 metre 1.60. Endi yana 1.30 1.60 bor. 1.30 1.60 750 ming so'm enishi durishi, ruchka puchka hamma o'zlarining ichida. Xudo xolasa bugun bir otopleniyamizni egasini yuboryapmiz. Xudo xolasa Gullan Xorazm viloyati ishga Gullana bizani Xorazm viloyati Shovot nasi Gullana yuboryapmiz. Yana Demanda yine Xudo xolasa yine yüklep turtdilar. Klientimize ketadigan narsa endi Xudo xolasa. İnşallah bizde de dastlabki xizmatlar ham hamma o'zlarimizda mavjud yana. Yana turbalarimiz ham qalinligi yana zakonli. Ish shobi yo'q, garantiyali. Yana endi yana batareyalarimiz yana bir joyga ketadigan batareyalar. Xudo xolasa. Yine şiddeti bine dastlabki xizmatlari bilan sizlarga yetkazib beraveramiz. No'ki xarid qilishlaringizdan qat'iy nazar yetkazib berish dastlabki xizmatlari bepul. Endi yine turba alasizlarmi, armatura alasizlarmi, no'u oladigan bo'lsangizlar, dastlabki yetib berishlari bepul bo'ladi, xudo xolasa. Shuni bilan bu videomizni yakunlaymiz. Xudo xolasa, ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa. Shuningdek chiroyli videolarni sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Moskvadan 4000 kilometr, qo'ng olamiz.